Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim fuqarolar olti turdagi kommunal kvitansiyani to'liq to'lamasligi kerak. Chunki ularda imtiyoz, subsidiya yoki 100%gacha kompensatsiya olish huquqi bo'lishi mumkin. Bu gap umuman to'lamang, qarz yig'ib qo'ying degani emas. Men aytmoqchi bo'lganim, agar sizga qonun bo'yicha yengillik berilgan bo'lsa, o'z cho'ntagingizdan ortiqcha pul chiqarib yubormang. Bu ma'lumot pensionerlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, boquvchisini yo'qotganlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki beton noto'g'ri to'langan kvitansiya ham o'yma-o'y katta pulga aylanadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan huquqiy va moliyaviy masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman. Ko'pchilik odamlar kommunal kvitansiya kelsa darrov to'lash kerak deb o'ylaydi. Elektr keldi, gaz keldi, suv keldi, chiqindi xizmati keldi. Issiqlik yoki issiq suv bo'yicha qarzdorlik chiqdi. Lift yoki uy-joy shirkatidan hisob keldi. Odamlar tekshirmasdan to'lab yuboradi. Qarz bo'lib qolmasin, penga yozilmasin. Chiroqni o'chirib qo'ymasin deb qo'rqadi. Albatta, kommunal xizmatlardan foydalansak, to'lov mas'uliyatini ham bilishimiz kerak. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Davlat ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya yoki to'lovni qisman qoplab berish mexanizmlarini belgilagan. Avvallari ko'p joylarda bunday imtiyozlardan foydalanish qiyinroq edi. Odamdan bir nechta idoraga borish, ma'lumotnoma yig'ish, mahalladan tasdiq olish, pensiya daftarchasini ko'rsatish, kadastr nusxasi, pasport nusxasi, kommunal hisob raqamlarini olib borish talab qilinardi. Natijada ko'p odamlar mayli, ozgina bo'lsa ham o'zim to'layveraman deb yurardi. Ayniqsa yoshi katta odamlar, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va qishloq joydagi oilalar huquqini bilmagani uchun ortiqcha to'lab kelgan. Hozir esa ijtimoiy himoya, mahalla, pensiya va kommunal tashkilotlar ma'lumotlari bosqich elektron tizimlar orqali bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, ayrim to'lovlar sizga kamaytirilishi, kompensatsiya qilinishi yoki davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Ammo amaliyotda hamma narsa avtomatik hal bo'lib ketmaydi. Ba'zan tizimda ma'lumot noto'g'ri turadi, ba'zan manzil eski bo'ladi, ba'zan hisob raqami boshqa odam nomida bo'ladi, ba'zan xonadonda ro'yxatda turganlar soni noto'g'ri ko'rsatiladi. Shuning uchun men doim aytaman, kvitansiyani ko'rib, shoshilmang, avval tekshiring. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Qaysi altda kvitansiya bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya masalasi paydo bo'lishi mumkin? Amaliyotda eng ko'p uchraydiganlari: elektr energiyasi, tabiiy gaz, sovuq suv, issiq suv yoki markaziy isitish, kanalizatsiya, maishiy chiqindi xizmati. Ayrim ko'p qavatli uylarda bunga lift, umumiy mulkni saqlash, shirkat yoki boshqaruv tashkiloti xarajatlari ham qo'shiladi. Lekin men bugun aynan eng ko'p odamlar to'laydigan 6 asosiy kvitansiya haqida gapiryapman. Birinchi masala, imtiyoz degani hamma uchun bir xil emas. Kimdadir 100% kompensatsiya bo'lishi mumkin. Kimdadir belgilangan norma doirasida qoplab beriladi. Kimdadir faqat ma'lum xizmat turi bo'yicha chegirma bo'ladi. Masalan, oila elektrdan oyiga 2-5 kilovolt ishlatsa, imtiyoz faqat 100 yoki 5 kilovolt norma doirasida qo'llanishi mumkin. Qolgan qismini oila odatdagi tarifda to'laydi. Shuning uchun men imtiyozliman, demak umuman hech narsa to'lamayman degan xulosa noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala, imtiyoz odatda shaxsga, oilaga yoki uy-joyga bog'langan bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxsning imtiyozi uning nomidagi yoki u yashaydigan manzildagi kommunal hisob bilan bog'lanishi kerak. Agar kvitansiya hali ham vafot etgan ota nomida, eski uy egasi nomida yoki ijaraga bergan odam nomida turgan bo'lsa, kompensatsiya avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli ko'p odamlar yillar davomida imtiyozga ega bo'lsa ham kvitansiyada chegirma ko'rmaydi. Uchinchi masala, kam ta'minlangan oila maqomi juda muhim. Ayrim oilalar haqiqatan qiynalib yashaydi, lekin rasmiy tizimda ijtimoiy himoyaga muhtoj oila sifatida ro'yxatda turmaydi. Masalan, oilada 3 ta bola bor, otaning daromadi vaqtincha yo'q, ona uyda bola parvarishida, lekin ular yordam so'rab murojaat qilmagan. Bunday holatda davlat bazasida bu oila yordam oluvchi sifatida chiqmasligi mumkin. Natijada kommunal kompensatsiya ham avtomatik berilmaydi. Demak, huquq bor, lekin uni rasmiylashtirish kerak. Birinchi misol, yolg'iz yashovchi pensioner onaxon bor. U 2 xonali kvartirada yashaydi.
Oyga elektr uchun ko'zbun 5000 so'm, gaz uchun 1000 so'm, sovuq suv uchun 25000 so'm. Issiq suv yoki isitish uchun mavsumda 1000 so'm, chiqindi uchun 20000 so'm, kanalizatsiya uchun 22000 so'm to'laydi. Jami oddiy oyda 7000 so'm, qishda esa isitish bilan 300 ming so'mdan oshib ketadi. Agar onaxon tegishli imtiyozli toifaga kirsa va uning ma'lumotlari to'g'ri rasmiylashtirilsa, shu to'lovlarning bir qismi yoki belgilangan norma doirasidagi qismi kompensatsiya qilinishi mumkin. Natijada u har oy 20 ming, 20 ming, qishda esa 200 ming so'mgacha tejashi mumkin. Bir yilda bu 1 million so'mdan oshadi. Ikkinchi misol. Nogironligi bo'lgan farzandi bor oila. Oila 4 kishidan iborat. Ota, ona, 2 farzand. Bir farzand doimiy davolanishga muhtoj. Elektr iste'moli ko'proq. Chunki uyda isitgich, nebulayzer, kir yuvish mashinasi, ba'zan konditsioner ishlaydi. Oyiga elektr 300 kilovolt bo'lib, kvitansiya bitta 1000 so'm chiqdi deylik. Oila buni shunchaki to'lab yuborsa, hech kim keyin sizga imtiyoz kerak edi deb eslatmasligi mumkin. Lekin agar bola nogironligi bo'yicha rasmiy ma'lumotlar, oilaning ijtimoiy holati va yashash manzili to'g'ri kiritilsa, kommunal to'lovlarning bir qismi qoplanishi mumkin. Bu oila uchun 7000 so'm ham, 1000 so'm ham katta pul. Chunki dori-darmon xarajati bor. Uchinchi misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila. Ona 2 farzand bilan yashaydi. Uy kommunal hisoblari marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan. Kvitansiyalar keladi. Ona bank ilovasidan to'lab yuradi. Lekin kompensatsiya ko'rinmaydi. Sabab kommunal tashkilot bazasida abonent hali ham marhum shaxs. Ijtimoiy himoya bazasida esa imtiyoz oluvchi sifatida ona yoki farzandlar ko'rsatilgan. Tizimlar bir-birini topmaydi. Bu yerda yechim juda oddiy. Abonent ma'lumotini yangilash, oila tarkibini tasdiqlash, imtiyozni manzilga bog'lash. Shundan keyin ortiqcha to'lovlarning oldi olinadi. 4-misol. Qishloqda yashaydigan kam ta'minlangan oila gaz bo'lmagani uchun elektrdan ko'proq foydalanadi. Qishda elektr pech, suv isitgich, nasos ishlaydi. Kvitansiya 400-500 ming so'mga chiqib ketadi. Odamlar ko'pincha biz shuncha ishlatdik demak to'lashimiz shart edi. Ha, iste'mol qilingan xizmat bo'yicha hisob bo'ladi. Lekin agar oila ijtimoiy reyestrda bo'lsa, belgilangan tartibda yordam, subsidiya yoki kompensatsiya olish masalasini ko'tarish kerak. Bu yerda masala noqonuniy to'lamaslikda emas, qonuniy yengillikdan foydalanishda. 5-misol. Ko'p qavatli uyda yashovchi pensioner xotin bor. Kvartirada 2 kishi yashaydi, lekin kvitansiyada 4 kishi ko'rsatilgan. Chunki farzandlar ro'yxatdan chiqmagan yoki eski ma'lumot qolgan. Natijada suv chiqindi. Ba'zan boshqa xizmatlar odam soni bo'yicha noto'g'ri hisoblanadi. Agar oyga chiqindi uchun har bir kishiga 2000 so'mdan yozilsa, 2 kishi o'rniga 4 kishi bo'yicha 32000 so'm chiqadi. Yiliga ortiqcha 192000 so'm. Suv ham odam soni bo'yicha hisoblangan joylarda bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu imtiyozdan tashqari oddiy hisob-kitob xatosi. Shuning uchun kvitansiyani tekshirmasdan to'lash noto'g'ri. Kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, nogiron farzandi bor oilalar, bo'g'uvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlangan oilalar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki ijtimoiy himoya reyestrida turgan fuqarolar, ko'p bolali oilalar, vaqtincha daromadsiz qolgan oilalar. Shuningdek, kommunal hisoblari eski egasi nomida turganlar, yangi uyga ko'chib o'tganlar. Ijarada yashab kommunal to'lov qilayotganlar ham tekshirishi kerak. Kimlar xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning daromadingiz barqaror bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, kommunal hisoblar o'zingizning nomingizda bo'lsa, kvitansiyada odam soni, hisoblagich ko'rsatkichi, tarif va qarzdorlik to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, unda odatdagi tartibda to'lov qilasiz. Lekin baribir oyiga bir marta kvitansiyani tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat kambag'al yoki imtiyozli odamda bo'lmaydi. Istalgan abonentda bo'lishi mumkin. Eng katta xato menga imtiyoz bor ekan deb kvitansiyani butunlay chetga surib qo'yish. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Avvalo imtiyoz rasmiy tasdiqlanganmi? Qaysi xizmatga tegishli? Qaysi sanadan boshlab amal qiladi? Limit bormi? Kompensatsiya oldindan chegiriladimi yoki keyin qaytariladimi? Shularni bilish kerak. Ba'zi hollarda odam avval to'laydi, keyin kompensatsiya oladi. Ba'zi hollarda esa kvitansiyaning o'zida chegirma aks etadi. Bu farqni bilmasangiz, qarzdor bo'lib qolishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat, kompensatsiya faqat yashab turgan manzilga beriladi. Masalan, odamning nomida 2 uy bo'lsa,
imtiyoz odatda hamma uyga birdek qo'llanmaydi. Agar pensioner shaharda kvartirada ro'yxatda, lekin amalda qishloqda farzandi bilan yashayotgan bo'lsa, kommunal imtiyoz qaysi manzilga bog'langanini aniqlash kerak. Aks holda u bir joydan imtiyoz kutadi. Tizim esa boshqa manzilni ko'rsatadi. 3-nozik shart hisoblagich ko'rsatkichlari. Elektr, gaz va suv bo'yicha hisoblagich noto'g'ri ko'rsatkich bilan kiritilsa, imtiyoz bo'lsa ham kvitansiya katta chiqishi mumkin. Masalan, haqiqiy ko'rsatkich 1500 bo'lsa, tizimga 1200 kiritilgan. Farq 201lik. Bu juda katta summa. Odam menga imtiyoz bor, nega buncha chiqdi deb hayron bo'ladi. Aslida muammo imtiyozda emas, ko'rsatkichda. Shuning uchun har oy hisoblagich rasmini saqlab qo'ying. Ayniqsa gaz va elektrda bu juda muhim. 4-nozik jihat. Qarzdorlik va penya. Ba'zi odamlar imtiyoz rasmiylashtirilguncha to'lovni to'xtatib qo'yadi. Keyin 2-3 oyda qarz yig'iladi, ustiga ogohlantirish keladi. Men tavsiya qiladigan yo'l, agar siz haqiqatan imtiyozga da'vo qilsangiz, avval rasmiy murojaat qiling, arizangiz raqamini oling, kvitansiya bo'yicha nizoli summani yozma ravishda so'rang. Agar to'lovning bir qismi aniq va baxtsiz bo'lsa, uni to'lab turing. Baxtsizlik qism bo'yicha esa qayta hisob-kitob talab qiling. Shunda siz o'zingizni himoya qilasiz. 5-nozik jihat. Ijarachilar. Ko'p odam ijarada yashaydi, lekin kommunal to'lovlarni o'zi to'laydi. Agar ijarachi imtiyozli toifaga kirsa, u avtomatik ravishda ijaradagi uy bo'yicha kompensatsiya oladi deb aytish qiyin, chunki abonent uy egasi nomida. Bu holatda ijara shartnomasi, vaqtinchalik ro'yxat, yashash manzili bo'yicha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijarada yashayotgan imtiyozli fuqarolar mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan aniq tartibni so'rashi shart. 6-nozik jihat. 100% kompensatsiya so'zini to'g'ri tushunish. Bu hamma vaziyatda cheksiz iste'molni davlat to'liq to'laydi degani emas. Ko'p hollarda 100% kompensatsiya belgilangan norma, limit yoki aniq xizmat turiga nisbatan qo'llanadi. Masalan, chiqindi xizmati bo'yicha to'liq kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin elektrning faqat ijtimoiy norma qismi qoplanadi. Yoki isitish uchun mavsumiy kompensatsiya beriladi, lekin suv bo'yicha oddiy tarif saqlanadi. Shuning uchun har bir kvitansiyani alohida ko'rish kerak. 7-nozik jihat ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Agar siz bir necha oy yoki hatto bir yil davomida imtiyoz qo'llanmagan holda to'lab kelgan bo'lsangiz, bo'ldi. Pul ketdi deb qo'l siltamang. Siz qayta hisob-kitob so'rashingiz mumkin. Ayrim holatlarda ortiqcha to'lov keyingi oylar hisobidan chegirib boriladi. Masalan, siz 60 ming so'm ortiqcha to'lagan bo'lsangiz, keyingi kvitansiyalarda bu summa minus sifatida turishi yoki hisobingizda avans bo'lib qolishi mumkin. Lekin buning uchun og'zaki gap yetmaydi, yozma ariza kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 oy yoki kamida 3 oy uchun barcha kommunal kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv yoki isitish, kanalizatsiya chiqindi. Agar bank ilovasidan to'lagan bo'lsangiz, cheklarni yuklab oling yoki skrinshot qiling. Agar qog'oz kvitansiya bo'lsa, rasmini oling. Har birida abonent nomi, manzil, hisob raqami, odam soni, hisoblagich ko'rsatkichi va qarzdorlikni ko'ring. Ikkinchi qadam, o'zingizning imtiyozli maqomingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironlik guruhingiz bormi? Nogiron farzandingiz bormi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olasizmi? Kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdamisiz? Ijtimoiy himoya reyestrida bormisiz? Mahalla daftarlaridan birida turasizmi? Buni taxmin bilan emas, hujjat bilan aniqlash kerak. Pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, oila tarkibi, ijtimoiy yordam bo'yicha qaror yoki ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Kommunal hisoblar kim nomida ekanini tekshiring. Agar uy sizniki bo'lsa, yu kvitansiya eski egasi nomida turgan bo'lsa, darhol abonent ma'lumotini yangilang. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv ta'minoti va chiqindi xizmati bo'yicha alohida bazalar bo'lishi mumkin. Bitta joyda o'zgartirish, kiritish hammasiga avtomatik o'tmasligi mumkin. Shuning uchun har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan hisobingizni tekshiring. 4-qadam. Mahalla yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Men falon manzilda yashayman, falon toifadagi imtiyozga ega fuqaroman. Kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya olish huquqimni tekshirib berishingizni, tegishli ma'lumotlarni kommunal tashkilotlar bazasiga kiritishda amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Arizada telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz, manzil va ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini yozing. Arizani topshirganda ro'yxatga olingan raqamini so'rang. 5-qadam. Har bir kommunal tashkilotga qayta hisob-kitob bo'yicha murojaat qiling. Masalan, elektr bo'yicha tuman elektr ta'minoti korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti bo'limiga, suv bo'yicha suv ta'minoti korxonasiga, isitish bo'yicha issiqlik ta'minoti tashkilotiga, chiqindi bo'yicha sanitariya tozalash korxonasiga murojaat qilasiz. Arizada shunday yozing. Mening imtiyozli maqomimni hisobga olgan holda oxirgi davr uchun to'lovlarimni qayta hisoblab berishingizni, ortiqcha hisoblangan summa bo'lsa, keyingi to'lovlar hisobiga o'tkazishingizni so'rayman. Bu juda muhim jumla. 6. Hisoblagich ko'rsatkichlarini dalil bilan topshiring. Elektr, gaz va suv hisoblagichining hozirgi ko'rsatkichini rasmga oling. Rasmda raqamlar aniq ko'rinsin. Iloji bo'lsa, sana ko'rinadigan qilib oling. Avvalgi oy cheki bilan solishtiring. Agar katta farq bo'lsa, yozma ravishda tekshiruv so'rang. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Joyga chiqib davlatnoma tuzishni so'rayman deb yozing. 7-qadam. Odam soni noto'g'ri bo'lsa, uni tuzating. Suv va chiqindi hisob-kitobida ko'pincha ro'yxatda turganlar soni muhim. Agar farzandingiz boshqa shaharda yashasa, turmushga chiqqan qizingiz hali sizning manzilingizda ko'rinsa, yoki vafot etgan qarindosh hali bazada tursa, kvitansiya sun'iy ravishda oshadi. Buning uchun yashash manzili, ro'yxat o'lim guvohnomasi, boshqa manzilga ro'yxatdan o'tganlik haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. 8-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Ko'p idoralarda murojaatni ko'rish muddati bor. Siz ariza berganingizdan keyin o'zlari hal qilib qo'yadi deb unutib yubormang. 10-15 kundan keyin telefon qiling. Borib so'rang. Yangi kvitansiyani tekshiring. Agar og'zaki bo'lmaydi deysa, yozma javob so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, undan keyin yuqori tashkilotga, tuman hokimligiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 9-qadam. Ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish yoki hisobga o'tkazishni talab qiling. Ko'p odamlar shu yerda xato qiladi. Qayta hisob-kitob qilingandan keyin ham avvalgi ortiqcha to'lovni so'ramaydi. Siz aniq yozing. Ortiqcha to'langan summani keyingi davr to'lovlari hisobiga o'tkazishingizni yoki belgilangan tartibda qaytarishingizni so'rayman. Agar summa katta bo'lsa, har bir oy bo'yicha hisob-kitob jadvalini talab qiling. 10-qadam. Kelajakda har oy nazorat qiling. Imtiyoz bir marta qo'llandi, endi doim to'g'ri ketadi deb ishonib qolmang. Tarif o'zgarishi, hisoblagich almashishi, abonent bazasi yangilanishi, manzil ma'lumotlari o'zgarishi mumkin. Har oy kvitansiyani 5 daqiqa tekshirsangiz, katta muammolarning oldini olasiz. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech qachon faqat telefon orqali aytilgan gapga ishonib qolmang. Sizga imtiyoz yo'q, bu xizmatga chegirma berilmaydi. Kompensatsiya bekor bo'lgan, tizimda chiqmayapti degan gaplar bo'lishi mumkin. Balki to'g'ridir, balki xodimning o'zi to'liq bilmayotgandir. Sizning vazifangiz janjal qilish emas, hujjat bilan ishlash. Ariza bering, javob oling, asos talab qiling. Qonuniy huquq shunday himoya qilinadi. Yana bir muhim maslahat, oilangizdagi keksalar va nogironligi bo'lgan yaqinlaringizning kvitansiyalarini o'zingiz tekshirib bering. Ko'p onaxon va otaxonlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. Kvitansiyadagi raqamlarni tushunmaydi. Hisoblagich ko'rsatkichini solishtirmaydi. Ular bolam qarz bo'lmasin deb bor pulini to'lab yuboradi. Aslida esa ularga kompensatsiya berilishi kerak bo'lishi mumkin. Bir oyda 10 ming so'm tejalsa, pensioner uchun bu to'g'ri. Oziq ovqat yoki yo'l puli degani. Demak, bugungi asosiy fikr shuki, 6 ta asosiy kommunal kvitansiyani ko'r-ko'rina to'lamang. Avval tekshiring, siz imtiyozli toifaga kirasizmi? Kompensatsiya huquqingiz bormi? Hisoblar to'g'ri nomdami? Odam soni to'g'rimi? Hisoblagich ko'rsatkichi xato emasmi? Ortiqcha qarzdorlik yozilmaganmi? Agar huquqingiz bo'lsa, uni talab qiling. Bu sizga berilgan qonuniy imkoniyat, kimdandir iltimos qilish emas. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi kvitansiyada xato topdingiz? Imtiyoz oldingizmi? Qayerda muammo bo'ldi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onangiz, qo'shningiz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj tanishingiz bo'lsa, bu ma'lumot ularga real pulni tejab qolishi mumkin.